Assalomu alaykum aziz do'stlar. Endi bundan buyonana balık yeyish uchun bu yana sarson bo'lib daydi burish yo'q. Chunki bizning o'zlarimiz Xonqon Medirda balıkxona açıldı. Berib bizlara balıklarni Xorazmda yagona tabiiy balıklarni akab beradigan odam İlyas Fish bratimiz balık yetirib berishda davom etadi bizlara. İlyas balıklar hakkında bir ma'lumotlar bering endi xalqimizga. Biz yine asl Xorazm mesni sazallarını halkımıza yetirib turibmiz. Qo'ldan kelsa. İlyas Fish bratimiz yine bizlara tabiiy balıklarni akab berib turibdilar. Shuhrat aka bu tabiiy balıklar hakkında bir ma'lumot berib, bu nereden kelib turibdi balıklar bir xalqimizga shuni danıştırib o'ting aka. Bo'ldi brat, demak. Yok koying ben gaplar. Bo'ldi, sizni söyleşi şart emas, sizning o'rningizga balıklarni so'llab turibdi yana. Ama hurmatli yurtdoshlar, yana o'zlarimizni Xonqon Medirda Saboy balık tashkil etildi. Do'stlar, bizada faqat Saboy balık emas, nafaqat bizada katta ob'yomli masalan to'ylara, tomosha tashkili sadaqalara, hamma narsalara balık pishirib, berib yetkazib berish ham xizmatlari bor albatta. Reklamamızın en asosiy joyina kelsak, bir yerda balık hamma yerdan arzon narxda, eng arzon balık Medirda. Hammani Medirga balık yemekka taklif etamiz. Rahmat.